tal gül desek yi do hua deymiz. Şunamı bir tal gül yi do hua. Endi mishadki do degan so'z bilan tunish chiqaylik do'stlar. Ya'ni ashu gulni sanash uchun kelgan miqdor so'z yi do hua. Ayem birsiga mushu bulutni sanash uchun mushu do degan so'zni ishlatib qolamiz. Yi do yun deymiz bir tal bulut. Davlat tilidagi miqdor so'zlarni asıl bilib aldinglargı, meni guanj o'qib kelgan do'stlar. Ya'ni har narsani sanash uchun keladigan miqdor so'z o'xshamaydi. Shakli qarab turib, bildiradigan ma'nosi qarab turib, o'xshamaydi, cho'ng kichiklik qarab turib degandek. Mush do degan so'zni biz ko'pincha holatda gulni sanash uchun, anandan bulutni sanash uchun ishlatamiz. Endi bugun mushu do'ga aloqador boshqa fe'llar bor, ya'ni ish harakatni bildiradigan so'zlar bor. Biriktirib o'rganib olamiz. Ya'ni do degan so'zni aldiga shin zipang, ya'ni shin tidiki shinni qo'shganda bu do deb o'qiladigan bo'lib, mukish degan ma'noni bildirdi. Kuay do chilay, kuay do chilay, tez mukveling. 他见到我就躲了起来。他见到我就躲了起来。O meni ko'riblar mukib oldi. Uni sirt do deymiz, do maqish kuni kelib qoldi-ku, masalan biz sirtib turib to'nglab ketdik, futlarimiz muzlab ketdi. Shundan do jao qilamiz-da. Futimizni mana taqildab ketdi, to'nlig'idan futini yag urib taqildab ketdi deymiz-ku. Ashu harakatda futin to'xtamay midirtib taqildab yag urish. Ashu harakatni biz 跺脚 deymiz. Cuma 跺脚 他冷的不停的跺脚 他冷的不停的跺脚 o to'nglab ketgandan to'xtamay putini taqildatdi. Anken yeni bir do deb ma'u so'z do. Endi bu nimani bildirdi deganda chanash. Chanash masalan do rou deymiz. Go'sht chanash. Do rou go'sht chanash. Endi turmushda ko'p ishlatilgan bir ifodalash bor. Mushuni ishlatib 小心我把你的手剁掉 deydi. 小心我把你的手剁掉. Diqqat qil, qo'lingni chanitma degan gap. 小心我把你的手剁掉. Diqqat qil, qo'lingni chanitma. Ya'ni birasiga achchiqlagan bo'lsaq, ikkinchilab ma'qullikni qilgan bo'lsang, 把你的手剁掉, qo'lingni chanitma deymiz-ku. Mushuna chaqda, mushu do'ni ishlatamiz. Ya'ni chanash degan ma'noni bildirdi. Endi men chanash degan gap kelib, qo'lingni chanitma dedi-ku. Onun sirt futini chiqitma deymiz-ku. Undasa futini chiqitma degan mushu do'ni ishlatamiz. Yo'q, do'ni ishlatmaymiz. 小心我把你的腿打断 deymiz. 小心我把你的腿打断. Urib chiqitma degan gap. 小心我把你的腿打断. Diqqat qil, futini urib chiqitma, so'ndiritma degan gap. O'rganib oldinglarmi? Undasa do, 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 do ma so'zni ishlatib pinglonchida jumlalarni tuzib avatib beqinglar do'stlar. Andan keyin bizning grammatik darsimizdan ingliz tili kuchaytirish darsimiz boshlanish oldida do'stlar. Meni guanju qilmagan do'stlar chuqur guanju qilib olinglar. Men so'zlayotgan mazmun shunchalik muhim. Salomatlan bo'lsam, mushu davlat tilidagi eng qo'llanishchan bo'lgan ham eng ingichka bo'lgan mazmunlarni, mush o'rganishlarning topshiriqlarini asos qilib turib, mush o'rganishlarning yo'liqayotgan masalasimi albatta ekran oldida siz yo'liqayotgan masala shu. Shularni asos qilib turib, sizlarning masalalaringizni chiqish qilib turib so'zlab beryapman. Shuning uchun guanju qilmagan do'stlar chuqur guanju qilib olinglar. Hamda atrofingizda davlat tili o'rganayotgan o'rganishlar bo'lsa, tavsiya qilishni unutmanglar. Vaqtini, zehnini, iqtisodini isrof qilishimiz bizning darsxonamizda 0 saviyadan yuqori saviyagacha yetaklash bor. Shuning uchun sistemni o'rgansam bo'ladi deb vaqt chiqara oladiganlik o'rganishlarimiz mishada o'z maqsadiga yetkidek, nishoniga yetkidek o'rganish qila oladi. Hamda bizning grammatik darsimiz, ingliz tili kuchaytirish darsimizga o'rganuvchi qabul qilyapmiz. Jiddiy holatda dars boshlaymiz do'stlar. Boshqa o'rganuvchilar pek saqlab ketdi. Shuning uchun qatnashsam bo'ladi deydiganlar boshbatda mening undarim bor. Men uchirqa vaqtinglarda tafsilotni bo'lsa xatchilab qoldosanglar, men istikroq qaytara olayman hamda istikroq sandan arilib qolmay qatnashasizlar degan gap. Undan boshbat undarim bor. Men ayrim uchirqsanglar